Assalomu alaykum kabutar ishqibozlar, tan joylar sog'mi? Kanalimizning isbotli ishlari ancha to'xtab qoldi. Ishlar bilan bo'lib, bozordan ham, uylardan ham qilmay qo'ydim, ish ko'payib ketib qoldi. Uzun qushlarni uydan obzor qilib qo'yapman. Jinday bo'lsa ham tomoshaga xudo xolasa olib sotgani yo'q. Kuzda sotamiz, turuvlar yetib olsa. Hammasidan bor, mana ko'rib turibsizlar. Joylar sog'mi, o'zinglarda charchamayapsizmi, musofirliklar, Alloh panohida bo'linglar. Ishlarga rivoj charchamanglar. Assalomu do'st birodarlar. Shular asad. Ammo issiq bo'lyapti O'zbekistonda. Shunga jina bittadan ochgani ochyapti, ochmagani palaxta qilyapti tuxumlarni. Soat ketyapti issiqdan. Sochilar. Kaptaylar suvlar issiqda qolib ketmasa, ko'p kasallik, hozirgi bo'layotgan kasalliklar issiqdan chiqish, suv qolib ketishdan chiqyapti issiqdan. Suv ayni suv icharkan, shu bilan kaptar pishadi. Qayerdan keldi, nima bo'ldi, yuraverasizlar. Issiqda qolib ketdik, o'ladi suv. Suvga e'tibor berasizlar, qishki kunida ham, yozgi kunida ham. Suvdan kelib chiqadi, qishda muzlab qoladi. Kaptarlarda ko'klar kaptar tuxum berishida tuxum qo'ymaydigan kaptar qo'yib turib qo'ymay qo'ygan bo'lsa, sirasi yo'qotib olmaylar. Mana shu qizil xatga tuxum olib kelayotgan, tuxumini ustidan olib kelganman shuni. Bizga kelgandan keyin, men yangi nariga juplaganimdan keyin 3 oy tuxum qo'ymadi. 3 oyda endi qo'ydi tuxum. Kelgan chaynak suvda bor-ku, non suvda, chaynak suvda. Shuni har kuni suv idishni ko'ryapsizlarmi? Yaqinlashtiraman. Mana suv idish 2 litrlik. Shunga bitta to'la ko'fe qilgan, shakar qoshiq bor, kichkina qoshiq. Shunda to'la bitta. Kunda yangi kunda qilib tursanglar, effekti bor ekan, xudo xolasa, avvalo xudo, hamma yo'q, Allohdan. Alloh tavakkal qilib mana shuni qilsanglar, effekt berdi, xudo xolasa, yaxshi. Ko'z og'riq, og'iz yara, dam olib olishlar, ishtahasi yo'qligi yo'qolar ekan. Hamma ko'ryapsiz, kaptar yeb ichish hamma yo'q, hamma joyida qilib turgan kaptarni bir xil temperaturada olib. Mana shu mo'da ham nima chiqib bordi, shu boshqa mo'da ham. Ama cüppi yürümedi hali. Şimdi qaysarlik qilyapti. Andijon toza kaptar shunaqa o'zini tarang solib yurganda o'zini sirasi yalang'oyoqlarga o'xshab nartaga yotolmaydi ekan.
aytgan sinirlar ham tuxum qo'ydi. Hozir bilan bolasini ko'ramiz, qani qarang chiqarishi. Doğrusu bundan veya qo'ldan kelgancha bozordan uylarni obzor qilinadi. Vaqtga qarab. Vaqt bo'lishi bilan chiqamiz, hozir obzorga tashlaymiz. Yangi qo'shilayotganlar podpiska qo'yinglar, qo'ng'iroqlarni bosib qo'yib. Uylar hamisha qo'yilgan videolar borib turadi. Xudo xolasa. Sizlarga omaddan joylar sog' bo'lsin. Kamchilik bo'lgan bo'lsa obzordan uzr, qo'ldan kelsa xizmatdamiz. Sizlarga Xudo xolasa. Mana shu o'g'illar ham o'ta go'zal. Tanrılar sağ olsun, işlerdə omad çatsanaylar. Allah'ın panohida bo'ylar hamisha. Tinch bo'linglar.